Hayot qisqa, o'xshamay turgan ishdan voz kechishingiz mumkin. Hattoki bormasang uyat bo'ladi degan qarindoshingiz to'yiga ham bormasangiz ham bo'ladi. Chunki hayot juda ham qisqa. Qiziq bo'lmagan kinoni yarmidan to'xtatishingiz mumkin. Kitobni bo'lsa yopishingiz. Noqulay oyoq kiyimni og'riqqa chidashga majbur emassiz. Noqulay odamlarni suhbatlariga ham. Talashish, urushish, bahslashish, bularning hech biri siz uchun emas. Bu abadiy yashayotganlarning ishi. Siz va biz albatta o'lamiz. Va ungacha bu hayotni chidashga emas, yashashga sarflashimiz kerak. Chunki hayot juda ham qisqa. Ovqatni oxirigacha yemaslik, bu rizqni tashlab ketish emas, bu me'yordir. Hatto bilim olishni ham me'yori bo'lish kerak. Chunki asalni tomchisi lazzat, qoshig'i esa zahardir. Hayot po'shlog'idan mag'zni ajratib, uni shirin ta'mini me'yorda lazzat bilan olish kerak. Chunki hayot juda ham qisqa.